Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz navbatdagi oshxona mebelimizni olib kelib, Uston aka qilib bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni Andijonda Baliqchi tumaniga olib keldik. Bu ishimizni razmeri, narxigacha aytib o'tamiz. Xudo xolasa videoni tuzmasdan ko'ringlar. Chiqarib borayotgan ishlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Videomiz yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu oshxona mebelimizni razmeri shu chekkadan, shu burchagigacha 210, burchagidan maytda hammomga eshik bor ekan, qirg'oqcha 277 sm bo'lgan joyga mebel uстановка qilib bitirdik. Poldan balandligi 235 bo'ldi, to'liq tushdi. Xonamiz ham shu razmerda ekan, to'liq tushirib berdik. Bu oshxona mebelimizni oldi fasadiga gref peril akrildan ishlatdik, tevasiga kashdan, och seriyadan, ikkovi ham kashdan. Doskalar rossiyskiy bo'ldi, kafellari bizdan bo'ldi, taxtakash, plyumslarini germetiklab qo'yib berdik, magnetlari bu joyimizda sochiq idishlarigacha. Mo'ykasi bizdan keldi. Qo'shib soladigan patnisimiz bor. Joyimiz kichkinaligi uchun g'aladonni shu pech tagiga qo'ydik. Imkon qadar bu tomonimizdan surpa taxtalariga uzungina, ichi keng chuqurgina joy qilib berdik. Bu musulpaqir qo'yib berdik. Buni puli alohida 200 ming so'mga musulpaqir alohida qo'yilib bo'lyapti. Teva tomonlari chuqurgina bo'lgan, haladenli baravar chiqqan, tevasiga montqozon, xamirjonlar ham sig'uradi. Bu joydan ham foydalandik. Tevasiga ham idish qilib berdik. Xo'p, turba ruchkalarni qo'yib, plastmassa kromkalar bosilgan, osha-moshalar to'rttadan qatirilgan, bo'y balandligini hisobiga ikki qator polka qo'yilgan. Mana shu holatda chiqdi. Ishimiz kimga yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bu oshxona mebelimizni 1 pogona metri, shu 1 metr bo'yiga 235-240 gacha chiqadi. 2 million 400 ming so'mdan tayyorlayapmiz. Shu oshxona mebelimiz o'xshi bizdan kelgan narsalar, mebel, aytilgan narsalari bilan 9 million 400 ming so'mga keldi. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Shu narxning ichida borib o'lchash, uстановка qilish shu mebelning narxini ichiga kiradi. Mana shu holatda. Vidishkalarni ham sensorlilardan qo'yib olib kelib qo'yishgan ekan, uстановка qilib teshib chiqarib berdik. Gazlari ham tayyor, montajlari qilingan edi, ulab qo'yildi. Suvlari, gellarigacha mana mikrovalnovkalarini ham joylab berdik. Mana shu holatda. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha chiqarib borayotgan ishlarimiz sizlarga taqdim etib boryapmiz. Xudo xolasa ishimiz yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qo'yasizlar. Kam ko'st bo'lsa to'g'rilaymiz. Xudo xolasa sizlarda ham xonadonlaringizga shunaqa chiroyli mebellar qo'yish nasib qilsin. Rahmat hammaga.